Bemordan qon analizi olingandan keyingi jarayon qanday bo'lishini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Birinchi ishimiz bemordan astalik bilan qon tahlillarini olish bilan boshlanadi. Laboratoriyamiz qonuniga ko'ra gigiyena qoidalariga yuqori darajada amal qilamiz. Juda ko'p bemorlarimiz bizdan so'rashadi, analiz tahlillarimiz almashib qolmaydimi? Bunday holat bizda hech qachon yuz bermaydi, chunki registraturadan ro'yxatdan o'tgan nomeringiz orqali biz har bitta qon tahlillarini xuddi shunday stikerlar bilan belgilab chiqamiz. Keyingi jarayonda analizlar mishalka tomon yo'l oladi. Mishalkada ozgina dam olgan tahlillarni sentrifuga orqali qon zardobini ajratib olamiz. Keyingi jarayon yuqori sifatli zamonaviy apparatlar bilan jihozlangan laboratoriyada boshlanadi. Biz tekshirayotgan har bir tahlillarga, har bir bemor analizlariga alohida e'tibor beramiz. Bu apparatimiz orqali tekshirilgan analizlar 99.9% to'g'ri javob chiqadi. Shunday ekan, analiz tahlillaringizni 100% bizga ishonib topshirishingiz mumkin. Uramed klinikasi har bir bemorlari uchun alohida e'tibor qaratadi.